Bugun biz O'zbekistondagi hamma pizzani yeb ko'ramiz. Va birinchi bo'lib biz Domino'sdan boshlaymiz. Ketdi. O'zi pizzani nimasiga qarab baholaymiz? Qaranglar, pizzani biz asosiy ta'miga qarab baho beramiz, ko'rinishiga qarab baho beramiz va narxiga. Boshlaymizmi? Ketdik. Qani, bismillah, boshladik. Mana pizzani ko'rinishi. Pizzani olamiz, hamma bitta-bittadan. Maslahatim, pizzamiz ko'p bo'lgani uchun bolalar sразу bitta kusok yeb qo'ymanglar. Bitta ishlaysa bo'ldi. Bu yerda ish emas, bu yerda tahlil. Ana pizzani Bismillahirrohmanirrohim. ko'rsada bo'ladi. Achchiq aniqasi bor ekan, привкуsi. Menga ancha menga tushmadi achchiq, to'g'risi. Go'sht yaxshi, yumshoq. Olivkilari ham o'zicha realniy vibe beryapti. Yoshligimdagi pizzani ham vibe'ini beryapti. Так что yomon emas, yaxshi, zo'r. Menga yoqdi. Xo'sh, balga keladigan bo'lsak, videoga necha baho berasizlar? Endi o'pishib qilib aytamiz. Men videodan kelib chiqib va narxidan kelib chiqib va ta'midan kelib chiqib bunga 6,5 qo'ygan bo'lardim. 6,5 ball. Timur, Meniki 7 ball qo'yaman pizzaga. Pizzani mazasi zo'r. Gap yo'q, faqat sal usti qizarib ketganmi bilmayman. O'zi sal ko'rinish. Lekin mazasi sakmas. menga to'g'risi 6 ball qo'yardim, только потому что bu meni nostalgiyamni keltirdi. Itogoviy ball hozircha shu. Keyingi pizzaga o'tamiz. Ketdi. Keyingi pizzamiz Street 77 dan. Ana bay. Ko'ramiz qanchalik bu shirin bo'ladi. O'zi yeb ko'rganmisizlar Street 77 dan To'g'risi, pizzasini? sizdan hech qachon yeganman. Yaxshi qachon debsam, yegan do'stlar lekin. Pizza yemaganman. Vidlari lekin yomon emas, yaxshi, chiroyli. Va e'tibor bergan bo'lsanglar, hamma pizza bizda pepperoni zakaz qilingan, chunki hammada bir xil условия bo'lishi uchun va ta'mini Chestni bo'lish uchun bitta qilib aytganda. olamiz endi bunisini ham. Ketdi. 77 dan pizzalardan yeb ko'ramiz. O'zi 4 ta kusok bo'lar ekan. Yo'q, bu ikkita kusokka bitta qilib kesishibdi-da o'zi ham, originalni. Yo'q, yana hamma pizza 25 santimetrlik. Boshlaymiz. Bolalar qani? Bismillah. To'g'risini aytaman, ustiga kolbasasi menga yoqdi. Kachetinisini qo'yishgan. Sirchi, siri. Sir yaxshi. Noli tarafdan ham qo'yinglar. Lekin ko'proq kolbasaga e'tibor berdim, ammo sezildi. Noni yumshoq ekan. Ana bilasanmi, tagida qattiq bo'lib qoladigan narsasi yo'q, yaxshi. Noni ham qalin emas. Klassический. Kolbasasi shirin. Siri ham me'yorda. Bemalol bu pizzaga men 7 baho qo'yib beraman, to'g'risi. Menga yoqdi. To'g'risi men ham 7 qo'ygan bo'lardim. Vkusi menga ko'proq yoqdi boygindan ko'ra. Men 6,5 qo'yaman. Sababi sal yumshoqroq qo'ygan hammalari. Keyingi pizzaga o'tamiz. Keyingi pizzamiz bu Zuzu pizzasi. Yegan bo'lsanglar, men yemaganman to'g'risi. Bu pizza oldin legendalardan biri. Oldin chiqqan buni anaqasi. Anaqa bo'larkan uyda. Komplektida sous, уже плюс, как минимум. Mog'orlagan. Bu italyanskiy sir. Mog'orli sir. Ne pizza ko'rish shunaqa? Rost mog'orlagan. Yo'q, Mana kameraga ko'rsatib bera olaymi? Qo'ysanglar-chi. Bu yerda sifat kuchli qiladi. Ne qilmasasi bunaqa? Tatib ko'rish kerak, tatib ko'rish keyin gapirish kerak. Balki ko'rinishidan hozir. To'g'rimi? Nima deysizlar? Chayonlanma. Qattiq. Zo'r pizza ekan. Ya, Kimdir yuziga ochishga. ya kimdir qaysidir kompaniya Yomonlash emas, bu haqiqiy ochiqlikda, ochiqlik anaqasi bu. Da, yomonlash niyatimiz yo'q, lekin Noni sirdan qalin, zo'r. xafa bo'lmanglar Zuzudagilar, lekin boshqa pizza qilmaganinglar yaxshi. Bu pizzaga 3 baho berardim, to'g'risi, chunki noni ancha qalin, qolgan pizzaga qaragandan ko'ra juda qattiq, to'g'risi. Keyin men buni aytib o'tayim, men buni aytish kerak, nima deydi, kolbasasi juda yupqa. Sifatsiz ham. Sifatsizda. Men Ham qotib yotibdi. lishni kommentariy bermayman. 2 ball beraman. 3 ball. 2 ball.
Keyingisiga o'tamiz. Hozirgi pizzamiz Pizza Hutdan bolalar qani tatib ko'ramiz. Boshqa berasiz o'zinglar. Oho. Video bir allambalo ekan buni video to'g'risi. Men bunaqa pizzani birinchi marta ko'rishim. To'g'risini aytaman. Sir shunchalik ko'pligidan qaranglar. Bo'lishi mumkin. Pepperoni ham yo'q Sir shunchalik ko'pligidan kolbasani ham ustiga chiqib ketib qolgan. Shunga dash tatamiz, tatib ko'ramiz, shunda faqat bilamiz qanaqaligini. Balki yaxshidir. 1, 2, 3 ketdi. Mana bolalar. Menga yoqmadi. Vkus какой-то. Yo'q, yaxshi g'alati ta'm kelyapti, do'stlar. Vkus maza. Cho'chqa go'shti. Xuddi shu gapni aytmoqchi edim. Tovog'ilni olib. Pizza Hut siz qilib xaolmisizlar? Chunki bu ranglari ham bir boshqa ekan. Nechta o'zini g'alati. Yo'q, qanaqa dikor bo'lsa. Lekin halol unisi ham yo'lga chiqadi bolalar. Logotip yo'q halolda mana. Behaz to'masda. Hozir biz balki cho'chqa go'shti yegan bo'lishimiz mumkin. Pizza Hut aloqaga chiqinglar, aytib olinglar, yozib olinglar. Nechog'asiz-yu? Pizzaga Ye, zakaz qilyapti. Zakaz qilyotganda qaramadinglarmi? O'zbekiston to'rt qo'shmaydi-yu. Nega qo'shmaydi O'zbekistonda? To'rt qilmoqmi? Bor, cho'chqa go'shtlarini qilib qilyapti. Qaramadingmi zakaz qilayotgan sostavga? Seryozni aytaman, bu mol go'shti emas, tovuq go'shti emas, qo'y go'shti ham emas. Bilmayman nima go'sht, lekin yeb bo'lmaydi. Vahma qilmanglar endi albatta endi. Bir to'g'risi. Nima go'sht bu? Tekshiramiz, aloqaga chiqib ko'ramiz, qanaqa pizza yuborishgan. Lekin bu yoqda halol znaki yo'q, sostavi yo'q. Bu yoqda yozilgan narsa faqat korobkaning muddati anaqalari yozilgan. To есть korobka производитель haqida yozilgan. Pizza haqida hech qanaqa ma'lumot Afsuski yo'q. Pizza Hut. Biz buni tekshiramiz. Biz Pizza Hut bo'yicha aloqaga chiqdik, Pizza Hutdagilarga va Shoh ular bilan gaplashdi va suhbatimizni videoning oxirida ko'rishingiz mumkin. Biz keyingi pizzaga o'tamiz. Keyingi pizzamiz sariq boladan qani tatib ko'ramiz bolalar. To'g'risini aytaymi sizlarga? Bir marta ham yeb ko'rmagan. Mana men yemaganman to'g'risi. Rostdan. Okey, sizda bitta shansingiz bor hozir постоянно klient topishga. Ko'rinishi, Ko'rinishdan. to'g'risini aytaman, sal kuyib ketganga o'xshaydi. Da, ancha kuygan. Lekin yeb ko'rib Balki shunaqadir o'zini metodi bordir. bo'lishi mumkin. Bismillah. Yo'q, kolbasasi ancha qalinroq. Siri ham menimcha sifatliroq. Ko'rinishdan kuyganga o'xshadi, lekin Rostdan kuygan lekin. Lekin kuymagan menimcha. Mana kuygan mana qarang. Endi u naqa narsa emas, kuygan tam yo'q-ku. Normalniy pizza. 5,5 qo'yardim. 5,5 qo'yardim spokойно. 5 ball. 5 ball. 7. Keyingi pizzamiz Apex pizzadan. Ko'rinishi yaxshi. Hozir ochib ko'ramiz. U halol znaki. Nimani ko'rinish, korobkani ko'rinishimi? Korobkani ko'rinish. Video уже необычный to'g'risi, boygilarga qaragandan ko'ra, qaranglar. Sir сразу выделяется qilyapti. Yaxshi, buni yeb ko'ramiz. Mana, bismillah. Siri zo'r. Yo'q, qarang, menga tushdim, tushmadi. Menga anaqa ustiga sous ham surishibdi-da. Sirdan tashqari. Ha, ichida turibdi, ha. Noni real yumshoq. Da. Zo'r ekan, real menga yoqdi. Sal qimmatroq bo'lsa ham boshqa pizzalarga qaragandan ko'ra, lekin bu ancha sifatliroq, ancha shirinroq bo'lgani uchun men bu pizzaga to'g'ri 8 ball qo'yardim. Bu realni shirin pizza ekan, to'g'risi. Shemanurga qaraganda. Sizlar deysizlar. 8. Siz Menga 8. Apex pizza. Keyingisi chopar pizza. Pizzadan. Qani ochaylikchi? Qani bolalar? Hop. Qaranglar. Buni ham video o'zgacha, boshqacha. Video yo'qdi menga. Menga ham yoqdi edi. Qani? Вкусni ham пробовать qilamiz. Hop, mana Timurga. Hammasini olaman. Bismillah bolalar qani? Zo'r. Yo, reально zo'r, reально. O'rtacha pizza narxida bo'lgani uchun, ta'mi ham yaxshi, yomon emas. 6,5 tortadi. Yo, men 7 ball qo'yardim bu pizzaga. Sizlarchi? Ha, 10 ball qani? Yo'q, Ha, pizzasi yoqdi menga buni.
Sizda shoh. Juda chopar. Yeb oling. Yo'q, menga yoqdi. Men 9 qo'yaman. Ya siz nimaga 10 ball qo'yasiz? Mana shu qiziq. Idealniy hamma narsasi. Hammasi idealniy. Boshqa pitssalarga qaraganda. Sirlari ham me'yorli sirlari. Ham kolbasasi ham zo'r, unda kuyib ketmagan, qotib ketmagan. Hammasi idealniy pishgan. Xamir yupqaligi idealniy va shimoshniy. Siz shoh nimaga? Yeb qo'yibsiz, o'z kursovingizda. Yeb qo'ydim. 9. Beznechnik slov 9. Keyingi pizzaga o'tamiz. Importniy pizzaga keldik. Moskovskaya pizza. Ko'pchilik bilsa kerak buni. Давайте hozir. Lekin ko'pchilik biladi, lekin men bu pizzani yeb ko'rdim. Qaranglar, bu originalniy pizza ekan, ha? Lekin bitta narsasini aytamiz, buni zakaz qilayotganimizda 25 santimetrligini topa olmadik. Shuning uchun 30 santimetrlik zakaz qilganmiz. 25 santimetrli yo'q ekan. Eng kichkina pizzasi xullas 30 santimetrdan boshlanar ekan. Endi Moskovskiy deb. Что, boshlaymiz. Qani bolalar? Menga iloji boricha anavlar kerak emas. Achchig'imi? Achchig'i kerak emas. Bunaqasi bo'lmaydi. Temur bu hammasi achchiq qo'shilganda pizzaning. Achchig'idan yeb ko'rish kerak emas. Albatta. Shu o'sman qiziqda. Endi bilmaysiz-ku, mana nima deb. Achchig'ini olib tashlab, mana achchig'i. Qani bolalar? Bismillah. No, Siz yoqdi menga. Siz ham mayli. Noni qattiqroq qiling. Kolbasani sezinglar, mana damashniy qilib o'ralgan. Damash qilib turadi, lekin juda qattiqroqmi? Noni qattiqroq. Siri yoqdi menga, to'g'risi. Kolbasa qattiq ekan, masalan. Так что moskovskaya pizza bilasizlar, men o'sha qilish kerakligini. Men 6 ball qo'yaman. 7 qo'yamiz. 3 ball. Nimaga 3? Nimaga desanglar, o'zi aslida mehri mamnun berish kerak-da. Pepperonidan maqsad nimada? O'zi kolbasadan maqsad. Keyingi pizza Bellissimodan. Buni ham ko'ramiz. Haloldan cho'qlar ham halol. Har bo'lakda tabassum deb yozib qo'yishdi. Tabassumlimikin shu pizzamiz, xudo xolasa? Bellissimo akalarimiz o'zgarib qilishdi. Oldingi pizzalarda bunaqa bo'lmasdi. Baqlajonmi nima? Qanaqa baqlajon? Pomidor. Bodring-ku, Timur ko'ryapsan, bodring. Yo'qchi. Pepperoni. Birinchi pizzani shunaqa yeb qo'ygan, to'g'risi. 9. Bemalol. Uverindi. Mana shu 9,5 10 atrofida bersam bo'ladi. Narxi qancha edi? Bu pizzaga men o'zim shaxsiy fikrim, shaxsiy balim. Men 9,5 10 qo'ysam bo'ladi, lekin stoyt. Yaxshi. Shirin pizza. Ya'ni. Men oxirigacha yeb qo'ydim. Yo'q, bu reklama emas, hozir yeb oling. Lekin 9,5 qo'yaman. 9,5 10 qo'ysa bo'ladi, stoyt. Keyingi pizzaga o'tamiz. Hozirgi pizzamiz Papa John'sdan. Qani bolalar tatib ko'ramiz. Olinglar. Papa John's. Bularda ham halol znak bor ekan. Menimcha o'zi O'zbekistonda halol znak puli hamma pizza shunaqa o'zi. Ko'rinishi. Katta. To'g'risini aytaman, bu pizzani sochni qilayotgan bitta dona shu tomatli sousi qutqarib turibdi. Bo'lmasa men 3 qo'ygan bo'lardim. Undoq o'xshab turibdi. Shu ichida tomatli sous bo'lgani uchun ham 5 qo'yaman. Menda ham xuddi shu. 5. Menda ham 5. Keyingi pizzaga o'tamiz. Keyingi pizzamiz Dodo pizzadan. Все хорошо, мы проверили deb yozib qo'yishibdi. Hammasi yaxshi, biz tekshirganmiz deb yozib qo'yishibdi. Ko'ramiz, qanchalik tekshirishibdi. Endi biz tekshiramiz. Давайте. Bismillah. Qani bolalar? Xillari ham yaxshi. To'g'risi, standartli pizza. Zo'r emas, yomon emas, standartli pizza. Menga yo'q. 5,5. Menga yo'q. 7 ball, 7 ball. Men 9 qo'yaman, to'g'risi menga yoqdi. Bilmadim, nimagadir yeganimda hamma narsasi bir-biriga mos tushyapti, shunga men 9 qo'yaman. 7 ball. Normal. So, ketdi. Assalomu alaykum. Alo. Alaykum assalom. Boya sizlardan pizza zakaz qildik-da. Sostavida nima go'sht ishlatiladi, shuni so'ramoqchi edim. Pepperoni. Xo'p, nima go'sht? Mol go'shtimi, tovuq go'shtimi, cho'chqa go'shtimi? Pepperoni kolbasasi nimadan qilinadi? Mol go'shtidan halol sertifikatimiz bor. Yuboraymi sizga? Siz 55 ming tashlab beribsiz. Aka, ikkita pepperoni zakaz qilgan bo'lsangiz, siz 110 ming tashlab berishingiz kerak. Yo'q, men ikkita pepperoni zakaz qilganim yo'q. O'zi bitta zakaz qildim. Men tushunaman, balki bonus qilib yuborganmisizlar, bilmayman-ku. Xullas, Yo'q, adashib ikkita yuboribmiz-da biz. Adashib ikkita jihaz yuboribdi. xolos, endi mana kelib olib ketsanglar bo'ladi.
Просто qaranglar, ochsam ichi oq ekanda ham bu pizzani o'zi go'shti oqroq ekan, shunga ta'mi ham vaqti boshqacharoq ekan. Просто bilmoqchi edik o'sha go'sht sostavi nimadanligini. Sizga sertifikatini tashlab beraymi go'shtni, halolligini? Halol go'sht. Iloji bo'lsa tashlab bersangiz zo'r bo'lardi. Bo'ldi, tashlab beraman. Endi baribir Pizza Hut international kompaniya-yu, shunga balki ularda mana shunaqa narsa bordir, cho'chqa go'sht qo'shisham deb qiziq bo'ldi. Yo'q, biz misli toppinglarni O'zbekistondan olamiz. Sirlarimiz, boshqa mahsulotlarimiz chetdan keladi. Bizda pepperoni pizzasiga тройной porsiya sir qo'shiladi. Oq narsa deganingiz balkim bu sirdir. Lekin mazkur sertifikatni tashlab yuboraman. Tam privkus borda, o'zini spesifический привкуsi borda, u shunday. Не может быть. Соленоватый bo'lishi mumkin, tasha sirov. Mozzarella сама по себе дает соленый вот оттенок. Qarang, biz o'zi hozir to'g'ri aytaman, video yozamiz. Tahliliy, mana shu hamma pizzani, mana bu Toshkentdagi hamma bor pizzani pepperonisi zakaz qilganmiz. Bitta-bittadan tatib ko'ramizda, именно shu pizzada spesifik ta'm, spesifik hid, o'zini rangi ham spesifik, tushunasizmi? Shuni qiziqdim. 3 kishi hozir yedik-da, 3 kishi. Hozir polniy hamma aytayapti, mana shu narsa go'shtdami, bilmam sirdami aytganingizda katta raznica bor-da, ta'mida ham, vkusida ham, hidi ham. Nima demoqchisiz, bu bilan yomon demoqchimisiniz? Yo'q, yomon demoqchi emasman, men просто bilmoqchiman bu. Ekspertmisizlar, degustatormisizlar, ekspertmisizlar? Ha, shunaqa. Hozir siz qilayotgan gapingiz hozir очень неправильно. Bilmay turib, sizlar hozir aytmoqchisizki, hozir siz bu cho'chqa go'shti bor deb. Yo'q, men unaqa deyotganim yo'q, men sizga savol beraman. Men savol beraman. Hozir aytyapsiz-ku menga. Yo'q. Cho'chqa go'shti bor deb ekspertni заключение beryapsiz hozir. Men заключение bermayapman. Заключение berishga haqqingiz desam, ha deyapsiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ismingiz nima? Alaykum assalom. Dina ismim. Nima deysiz? Ismim Dina. Dina, siz call centerda ishlaysiz, to'g'rimi? Da. Qarang, bizda 3 kishi bu pizzani yeb ko'rdik. 3 kishida ham bitta мнениеga keldi, что это cho'chqa go'sht. Shunga biz sizlarga telefon qilib aloqaga chiqdik. Sizlarga konkretniy savol beramiz. Cho'chqa go'shtmi bu, yo'qmi? Bo'ldi, sizdan ответ bo'lsa bo'ldi. Siz utilizasiz qilyapsiz hozir. Da, chunki yeb ko'rgan narsamni aytolmayman. Men cho'chqa go'sht deb o'ylayapman. Bo'ldi, sizga savol beraman. Bu utilizasiz qilyapsiz. Men cho'chqa go'sht bu demayman, eshitib turing, sizga yana bir marta qaytaraman. Men buni cho'chqa halol sertifikati bor, misli to'ping. Hop, shuni tashlab bering deyapmiz. Chunki sizda hech hop, bitta bizani ham eshitib utilizasiz qilishga sizlarning haqqingiz yo'q. Siz eshitib tura olasizmi? Siz eshitib tura olasizmi bitta odamni gapini? Gapiryapti sizga kimdir. Eshita olasizmi? Yo, boshqa call centerga qilaylikmi? Boshqasiga bo'lsa, boshqasiga call centerga qila qolinglar. Yo'q, ulavering, biz hozir qaytib qilishga bizani vaqtimiz yo'q-da. Siz ulavorsiz mayli. Просто siz bilan gaplashib bo'lmayapti. Men sizga yana bir marta qaytaryapman. Утверждать это когда men sizga bu cho'chqa go'sht desam, men sizga aytayman, men buni cho'chqa qachon shu gapni aytdim men? Men sizga 3 kishi yo'q, eshitib turing, men sizga eshitib turing, men sizga aytayman, 3 kishi biz buni cho'chqa go'sht deb o'ylayapmiz deyapman. Вот вы утверждаете? Нет. Мы думаем, мы что так это. думаем, tushunasizmi? Мы так думаем. Shunga сказала, еще раз повторяю, у нас имеется сертификат. Hop, shuni tashlab bera olasizmi deyapmiz. Chunki korobkalarda yo'q, korobkalarda yo'q. Da, hech qayerda yozib qo'ymayapti-da. Korobkada yozilmaydi unaqa narsa. Nimaga yozilmaydi? Biz hozir bilasizmi, nechta pizza zakaz qilganmiz? O'zbekistondagi ham pizzalarni korobkasida bo'lsa, da bor. telefon qilib o'shalarni zakaz qo'yinglar. Agar sizlar siz o'shalardanmisiz? Unda bizga magazin kirmaylar, boshqalardan olinglar deydiganlar. Siz hozir gapirayotgan gapingiz bizani pizzeriya sha'niga, siz deputatsiyamizga shubha keltiryapsiz. Yo'q, shubha emas. Men siz Narodniy brend. o'shanga biz mana bor deyapman, mana sertifikati bor. Hozir tashlab beraman. Bo'ldi. Shu bilan вопрос закрыт. Просто siz sizlarni gapirayotgan gapinglar bizani reputatsiyamizga hozir sha'ni yog'dirmoqchisizlar, negativni o'zgar qilmoqchisizlar. Shu maqsadda telefon qilasizlar degan fikrga kelganman hozir men. Fikringiz noto'g'ri. Beraman sizga, lekin men rahbariyatga ham chiqaman, bizani yuz bilan gaplashasizlar. Agar дальнейший вопрослаringlar bo'lsa.
Bo'ldi, yurist chiqadimi, direktorlar chiqadimi farqi yo'q. Bizni Bizni raqamingizni yuristimizga bog'layman. Ertaga yuristimiz bilan gaplashasiz. Bunaqa sizlar negativni o'zingiz berib, o'zingizcha fikr qilishga haqqingiz yo'q. Birinchi taklif fikr qilishga haqqimiz yo'q, a? Utilizatsiya qilasiz. Utilizatsiya qilinmayapti. Men sizga yana bir marta Kliningiz bormi? Laboratoriyada zaключениyangiz bormi qo'lingizda? Siz borib tekshirtirdingizmi? DNK slingini chiqdimi bizlarga? Men sizga nimaga qilyapman? Men sizga nimaga telefon qilyapman? Shuni so'rashga qilyapmanmi? Men sizga bor desam, siz aytyapsiz, biz 3 kishi. Ha, tashlab bering deyapman. Ya men sizga so'rayapman, ekspertga menga berishga haqqingiz bormi desam, da bor, 3 kishi edik deyaptilar. Sizlar ham sal o'zingizlar gapirayotgan gapingizga qaranglar. Hozir tashlab beraman sizga Telegramga. Xo'p, tashlab bering, shuni kutyapmiz-ku. Mana o'zingizlar ko'rdinglar, nima itok bo'lganini. Просто naizhat qilishyapti, bizga bo'ldi. Hech qanaqa hali hech narsa tashlamayapti-da, просто bizga naizhat qilishyapti, yuristimizga beramiz, aloqaga chiqishadi sizlarga. Biz hali ham shu fikrdamiz. Cho'chqa go'sht bor deb o'ylayapmiz. Bizga пока sertifikat kelmagungacha biz Pizza Hutdan shubhalanaveramiz. Mayli, 5-10 minut kutamiz. Agar sertifikat tashlab berishsa, пожалуйста, sertifikatini qo'yib beramiz, bemalol zakaz qilaveringlar. Agar halol sertifikat tashlashmasa, sizlarga maslahat bermagan bo'lardik. Agar halol sertifikati bo'lmasa, shu pizzani zakaz qilishga sizlarga maslahat bermagan bo'lardik. Hozir kutamiz. Keyin masalanda, siz bitta pizza zakaz qilgansiz. Nima ular ikkita chiqarib, men oplata so'rayapti. Ha, yana, to'g'ri aytyapti. Biz bitta pizza zakaz qilganmiz. Bizga lekin ikkita pizza keldi. Biz hayron qoldik. Ikkinchi pizza просто naryoqda turibdi. Biz unga teganimiz ham yo'q. Hozir call center bizga aytyapti, ikkinchi pizzani xatolik bilan yuboramiz, uni pulini tashlab beramiz deyishyapti. Bu o'zini tovarini просто прямой tiqishdi bu. Ammo tovar tiqib, keyin telefon qilib, men bizga ikkinchisini tashlab bering. To'g'risilarga Pizza Hutdan Dubayda chunki shof bilan yeymiz, yeganmiz. Pizza Hut to'g'risi bu ko'rgan bo'lsangiz challengelarni undan oldingi biz har xil fast foodlar yeymiz o'tda Dubayda Pizza Hut ham yeganmiz. To'g'risi hozir juda ancha bir o'zgardi menga bizlar. Hayronmiz, biz hozir itok kutamiz. Hozir sostav bizga tashlab berishdi. Sostavi to'g'risi indiki Buni kolbasa, kolbasa. To'g'ri, kolbasa narxida to'g'rimi? Nima pizza zakaz qildi? Pepperoni bo'ldi, значит, u pepperoni. Ha, men maza qilishgan to'g'risi bor. Bo'ldi, значит, pepperoni. U Pepperoni? Hop, nima go'sht? Mol go'shtimi, tovuq go'shtimi, cho'chqa go'shtimi? Pepperoni kolbasasi nimadan qilinadi? Go'sht kirmaydi, u отдельный вид go'sht u. Juda qiziq dialog bo'lib o'tdi bizda. Ruschasiga o'tasiz. Sizga maksimal hamma tilda tashlab berishga, angliz. Yo'q, bu yerda просто go'sht sostavda tashlashdi. Bu yerda olinganda просто hamma pizzalarni turi sostav yozilganda, paditok oxirida halol sertifikat urilgan bo'ldi endi. Xudo xolisa bizdan yurist aloqaga chiqar ekanlar. Men ham отдельный история. Uni bizani Instagramimizda ko'rib borsanglar bo'ladi. Nima bilan tugashini. Bo'ldi. Halol sertifikat bizga tashlab berishdi. 11 xil pizza, bitta reyting va hozir kim haqiqatan ham eng zo'r ekanligini bilib olamiz. Oldindan aytaman, ayrimlari hayratlantiradi. Ba'zilari esa peshdan chiqmagani ham yaxshi edi. Pastdan boshlaymiz. Oxirgi o'rin Pizza Hut atiga 3 ball, Zuzu Pizza 7 ball, Papa John's 15 ball, Moskovskaya Pizza 16 ball, Sariq bola pizza 17,5 ball, Domino Pizza 19,5 ball, Street 77 20,5 ball, Dodo Pizza 21,5 ball. Endi esa top 3. Top 3 talini Apex Pizza boshlab beradi. 24 ball. Kim birinchi o'rin olar ekan? Chopar Pizzami yo Bellissimo? Umumiy ballarni hisoblagan holda biz birinchi o'rinni Bellissimo pizzaga beramiz. 28,4 ball. Chopar Pizza esa 2,4 ballga pastroq olib, ikkinchi o'rinni oldi. Videoni oxirida biz sizlarga aytmoqchi bo'lganimiz, hamma pizza yeb ko'rib baho berganimiz bu o'zimizning Shaxsiy fikrimiz va hammani aytishadi-yu, na vkus и цвет. Da, shunga hammani har xil vkusi bor. Bu bizani itogimiz va hech qaysi kompaniyaga yomonlik yo yaxshi anaqa reklama qilish niyatimiz yo'q. Bu o'zimizning shaxsiy fikrimiz. To'g'rimi, Timon? To'g'ri. Yaxshi keling o'tirgan bo'lsa. Обязательно. Da, и videoni oxirida sizlarga aytmoqchimiz, ko'rdinglar, yutgan
bizani tanlovimiz bo'yicha birinchi o'rinni, ikkinchi o'rin va uchinchi o'rinni ko'rdinglar. Va Pizza Hut'ni call centerini muomalasini ham ko'rdinglar. Bizaga достаточно было, bizaga yetarli edi. Bir og'iz so'z bilan yo'q, uzr, sizlar noto'g'ri fikrdasizlar, cho'chqa go'sht emas. Hozir sizga halol sertifikatimizni tashlab beramiz deshganda, bizga shuni o'zi yetardi. Yetib boradi. Lekin ular nimagadir до конца bizga anaqa qilyaptilar. Yo'q, sizlar не правsizlar, men pravman deb turibdilar. Biz ularga aytamiz. Sizlar kimsizlar? Что bu bilan ham gapirish kerak. Bizni qizib dialog bo'ldi. Ну, грубо говоря, bizani даже sudga berish darajasida sizlarga hozir yuristimiz aloqaga chiqadi, yurist bilan gaplashasizlar. Shunaqa deb tashashdi, mayli. Pizza Hut'ga bo'lgan fikrim o'zgardi. Именно mana shu call centerga ishlaydigan qiz uchun Dina ismlari. Dinag'ida? Da, ismi ham esimda qolmadi. Ularning muomalasi menga yoqmadi. Shunga Pizza Hut'ga bergan ballimdan o'zim minus yana bir olib tashlash niyatim bor-ku, lekin mayli o'sha ballar chiqib bir bab o'yinsiz keldi. O'zi bir nol qo'yasizmi endi? Nol qo'yaman. Mayli, videoni shu joyiga ko'rganingizga hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha Pizza Hut'ni davomini qayerda ko'rishadi? Instagramda ikkinchi hisobda ko'rasiz. Sud bo'lsa sudga borib videoga olib kelamiz. Salomat bo'linglar. Bo'linglar.